Bilasizmi, nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida trakking sohasi shunaqa zo'r rivojlanib ketgan? Sababi mana ko'rib turgan temir yo'llarimiz Amerikada juda ham kam. Indan keyinchi Trakking uchun highwaylar bo'lsa million kilometr topiladi. Trakking sohasi 830 milliard dollarlik biznes bo'lsa, temir yo'l sohasi bor yo'g'i 80 milliard dollar ekan. Sababi nimada deb o'ylaysiz? 1950-yillarda AQShda temir yo'l hajmi bilan highwaylar hajmi почти bir xil bo'lgan, lekin avtosanoat kongressga juda ham ko'p ta'sir o'tkazib, lobbiylik bilan highway qurish uchun katta pullar ajratilgan. Shuning uchun trakking Amerikada o'lmaydi, eng barqaror sohalardan biri hisoblanadi. yashay. Trackingda bo'lsangiz, pichog'ingiz moy ustida bo'ladi. Xuddi trakking kabi ko'chmas mulk ham juda barqaror soha hisoblanadi. Uni sun'iy intellekt ham hech narsa qila olmaydi. Yerda aholisi ham 8,1 milliardga yetdi. Har bitta odamga boshpana kerak. Avval trak olinglar, keyin albatta uy ham olinglar. O'z poyezdingizni o'tkazib yubormang. Ishlarga omad.